Uyg'ur millati texmi ig'ir kunlarga bardoshlik berish uchun hozirlanishi kerak. Mamtimin Hazrat. Qatil Chinchuango 2016-yili 8-ayning 30-kuni Sharq Turkistonga avatilganda qo'lida Xi Jinping bergan Uyg'urlarni yo'qotishning tafsiliy plan programmasi bor edi. Yurtimizda milliy qirg'inchilik buyrug'ini berguchi asli qotil Xi Jinping, ijro qilg'uchi jallod bo'lsa Chinchuango'dir. Chinchuango Urumchida huquqni topshirib elib, bir kundan keyin, ya'ni 2016-yil 8-ayning 31-kuni Uyg'ur inqilobchilardan Abduqodir Yapchan İstanbulda uyiga bostirib kirgan saqchilar tarafidan tutib qo'lga elindi. Vatan ichi sirtidagi Uyg'ur sarxillari va chet eldagi Uyg'ur tashkilotlarining ko'pinchisi Uyg'ur millatining beshiga tarixda misli ko'rilmagan darajada kelgusi qora kunlarning naqadar dahshatli bo'ladiganligini tushunib yetmagan edi. Urushsiz bir sharoitda vatan ichidagi xalqimiz uchirgan jismoniy, moddiy va ma'naviy chiqimlarning miqdorini tasavvur qilish mumkin emas. Men bu jumlalarni yozayotgan mushu minutlardami Uyg'ur bo'lganligi uchunla o'ltirilayotgan, turma, jazo lagerlarida jismoniy va ma'naviy azob-uqubatlarga duchor bo'layotgan son sanoqsiz insonlar bor. Chet elda islom davlatlarida yashayotgan Uyg'urlar ig'ir vayronchiliklarga uchirdi. Bunchavala milliy xurash badaliga G'arb dunyosida Uyg'ur millati uchrayotgan fojialarga qarshi sadolar yuksalayotgan. Amerika va Yevropa mediasida har kuni Uyg'ur masalasi kun tartibda tutilayotgan bugungi kunda ko'ngillarni andishaga soladigan bir xabar Argentinadan keldi. Xitoy Amerikaga uturib qo'yganning ochiqini Uyg'urlardan chiqirdi. Argentinadagi G20 yig'ini oxirlashgan 2018-yil 12-ayning 1-kuni Xitoy davlat raisi Xi Jinping Amerika prezidenti Donald Trump bilan ko'rishdi va kelishdi. Amerika tarafning oshkorlashicha, Xitoy Amerikadan zo'r miqdorda yezigilik, sanoat mahsulotlari va energiya setib olish orqali tijoratdagi tangpungsizlikni azaytishga va'da bergan. 90 kunlik tijorat kelishimi muhlati jarayonida Amerika Xitoy mallarga tamojni bejini oshirmaydigan bo'lgan. Xitoy taraf texnika o'g'irlashni, Xitoydagi Amerika shirkatlarini patent o'tinib berishga qistashni to'xtatishga muloyimlik bilan ma'qul bo'lgan. Xitoy bilan Amerika o'rtasida savdo masalasi hal bo'lsa-mu, boshqa surkilishlar davomlashayotganligi aniq. Biroq bu qitimqi tijorat urushida oq bayroq chiqarib taslim bo'lishga majbur bo'lgan Xitoy Amerikadan yegan tayoqning intiqomini ojiz Uyg'urlardan chiqardi. Xitoy hokimiyatlarining tarixdan buyanqi o'rtaq aloydiligi kuchliklardan yegan tayoqning ochiqini ojizlardan chiqarishdir. Endi Xi Jinping Amerikaga bo'lgan nafratini yana bir qatim Uyg'ur millatining ustiga qusudi. Chunki Uyg'urlarga yurgizayotgan milliy qirg'inchilikni
Xitayning yuziga urib, aram bermayotgan eng kuchli davlat Amerika. Uyg'ur millatining qora kunlari qisqa zamonda oxirlashishi natayin. Xitoy nima uchun Uyg'urlar ustidan umumyuzlik qirg'inchilikni boshladi? Bu savolga Uyg'ur ziyolilaridan xilma-xil izohat berganlar bo'ldi. Ularning izohatlarimi o'rinliq. Biroq Xitoyning tinch sharoitda o'z fuqarolarim deb kelgan bir millatni tubdan yo'q qilib o'tish niyatining orqasida Xitoy Kommunistik partiyasining dunyoviy strategiyalik maxfiy plani bor. Uyg'ur millatiga selingan qo'l o planning oldin hal qilishga tegishli bir qismi. Xitoy hokimiyati buyuk bir urush tayyorligida. Xi Jinpingning 13 xil buyuk huquqni o'z qo'lida to'plashi. Xitoy asos qonunidagi davlat raisining 2-5 yillik muddatini amaldan qoldirib, ömür bo'yi davlatning beshida turishga yo'l etishi, davlatga oid shirkatlarni texmi kuchaytirish, texnika orqali xalqni nazorat qilishni umumlashtirish va ansizlik ichida sukut ichida ansizlik kayfiyatini qaytadan insonlarning kundalik hayotida umumlashtirish urush tayyorligidan kelib chiqqan zaruriyatlardir. Urush tayyorligida bo'layotgan har bir davlat oldi bilan ichki jihatdagi bexatarlikni ko'zdan kechirishi shart. Xitoy hokimiyati agar urush bo'lsa, bizga osiylik qiladigan xalqlar kim deb o'ylaganda birinchi bo'lib aqliga keladigan xalq Uyg'urlardir. Mening 2011-yili İstanbulda Genius nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ajdarxoning qo'rqinchi degan turkcha kitobimda Xitoyning dengizda emas, quruqlikda, sharqda emas, g'arbda urush qilish strategiyasi bo'yicha tayyorlik qilayotganligi to'g'riliq tafsiliy analiz yurgizgan edim. Xitoy tarixi bo'yicha dengizda qilgan urushlarning hammasida mag'lub bo'lgan. Zimin va boyliqlarni tortqizib qo'ygan. Bo'libmi, yaqinqi zamon tarixida Xitoy sharqda yo'qotib qo'yganlarni g'arbdan to'ltib olish uchun harakat qilgan bo'lib, askariy yurishlarning ko'pinchisida muvaffaqiyat qozongan va zimin boyliqlarga erishgan. Har qanday tijoratchi ziyon tortadigan tijoratni qilmaydi. Davlatlar majbur qolmasalar, mag'lub bo'ladigan urushga aslo kirmaydi. Xitoylarning Mo'ng'ul, Tibet, Uyg'urlarni bo'ysundirish va boshqarish tajribasi bor. Xitoylar xuddi dengizda Yaponiya va yoki Amerika bilan urushadigandek teri taraqshitib yursimi, amaliyotda butun urush tayyorliklarini shapsiz holda g'arbda davomlashtirmoqda. Beijingning ko'zi ojiz, kichik davlatchilarga bo'lingan O'rta Osiyo va Hazar dengiz sohallarida ko'milgan 40 trillion dollar qimmatidagi neft va tabiiy gazda. Buning uchun oldidagi xatarlik to'salg'i bo'lgan Uyg'urlarni bir taraf qilishga majbur. Chunki tarixdagi Talas urushining fojialik mag'lubiyatini Xitoylar unutgani yo'q. Xitoy millatining dini yo'qdir. Dini tarixidir. Ular har qanday cho'ng masalaga duch kelganda hal qilish chorasini
tarixdan izlaydi. Xitoylar Tang davrida Sharqi Turkistonni ishg'ol qilgandan keyin G'arbi Turkistonga 70 ming kishilik qo'shin bilan yurish qildi. Miladi 751-yili 7-oyda Talas yaqinlarida kutib turgan Turkiston Arab birlashma qo'shini bilan uchrashdi. Dal bu paytda Sharqi Turkistondagi Uyg'ur, Yag'ma, Qorliq birlashma qo'shinlari Xitoy qo'shinlarining orqasidan hujum qo'zg'adi. Bu urushda Xitoyning 70 ming kishilik qo'shinining 50 mingi yo'qotildi. 20 mingi asirga ilindi. Shuningdan keyin Xitoy 1000 yil Saddichinning ichidan chiqmadi va g'arb tarafga qarashqimi petnolmadi. Bu qitim orqadan xanjar yemaslik uchun Uyg'urlarni kontrol qilish va yoki yo'qotishning manevrini qilyotdi. Uyg'urlarning kimlik belgisini digitallashtirib, kimliklarga arxivlarni kirgizish, Uyg'urlarning DNA'larini to'plashi, turma va yig'ilish lagerlari qurilishiga zo'r miqdorda mablag' selib, Uyg'ur aholilarini turmalarga to'ldirishi, jazo lageridagi kuzatish, boshqarish tuzumini sistemalashtirishi, Xotan, Charchan, Korla temir yo'l liniyasini qisqa vaqt ichida bitirish uchun g'oyat zo'r mablag' va emgak kuchi ajratishi. Bu insonsiz temir yo'l liniyasidagi cho'llarda yer osti turmi shaharlarini barpo qilishi, Uyg'urlarni urush sharoitida qanday kontrol qilishni va maxfiy yo'qotishni tajribadan o'tkazish harakatidir. Bu ayni zamanda O'rta Osiyoda ilib berilg'usi nopos qirg'inchiliklarining oldingi manevridir. Uyg'urlarni boshqarishda Qozoq, Qirg'iz qarindoshlarimizni aktiv ishlatib kelgan Xitoylar 1 yildan buyon Qozoq, Qirg'izlarni turkumlab yig'ilish lagerlariga so'layotdi. Qiynash usullari intayin qabiy bo'lib, tutib so'lash ko'lamimi nihoyatda kam. Xitoy hukumati Qozog'iston, Qirg'izistonning sakrab o'tirg'i chiqishini taqozolik bilan kutyapti. Maqolaning oldingi qismi tugadi.